Vay, hozir dedim, buncha shoshilasan, ha? Ramsan? Ko'la! Vera! Ko'la! Vera, yaxshimisan? Meram sen Akajon! buncha katta qiz bo'lib ketding-a? Sen ham o'zgarib ketibsan! Unutmabsan-a? Oyim seni ko'rsalar tanirmikin? Ha, albatta taniyman. Oyijon! Chiqing! Ko'la keldi, Ko'la! Chiqma. Ko'la! Oyijon. Ko'la chiqib! Sog'inib ketdim-ku seni bolam! Otangning o'zi bo'libsan-ku! Axir qarshingizda katta leytenant Lujnikov. Leytenant! Leytenant! Leytenant bo'ldingmi? Ha? Ko'la! O'zi ishlayapsizmi? Leytenant bo'libdi! Ko'la, leytenant! Ko'la! Ammo buni nishonlash kerak. Qahir o'tiribmiz. Sizlar dasturxonni tayyorlanglar. Men oshxonaga qarayman. Berishka, kartoshkaga qarab qo'ying. Xo'p, bilasanmi? Sen yo'qligingda ularni hammasini o'zim qildim. Raya, o'zi necha yoshga to'lding? 16ga. Men seni tanimabman. Hali o'z singlingni tanimay qolding. Haliyam o'sha. Haliyam o'sha. Hey! Menga qara. Film yopdingmi? Ko'rsanmi? Maksimdan Maksimdan ham oldim. Uncha zo'r aka. Menga qara. Senga alohida xona berisharkan. Berishadi. Alohida xonaga. Ha, alohida xona. Uncha zo'r aka. Bilasanmi? Biz seni ko'rgani boramiz. Biz deganda kimni aytyapsan? O'zingni bilmaganlikka solma. Kim bo'lardi? Men bilan Valyushada. Tiqilma. O'zi bizni u yerga kirgizishadimi? Kelishingizdan avval menga xat yozsangiz, men sizlarga alohida xona ajrataman. Rahmat akajon, rahmat. Ay, Vera, Hayda, bu buyruq. Sen hammasini o'tkasan. Men bittasi olsam nima qilibdi? Hayda. Voy, Berishka. Nima qilasan akangni boshini og'ritib? Hayda. Buyruqni borib, askarlaringga berasan. Men seni singlingman. Qanaqa katta bo'lding-a? Qisqanch. Yaxshi keldingmi bolam? Yaxshi keldim, oyijon. Shunaqangi olindi. Men ham seni sog'indim bolam. Xizmatlarda qiynalmayapsanmi? Xizmatlar yaxshi. Hammasi yaxshi. Oy, Vera, narsalarim yoyma, bugun jo'nab ketishim kerak. Ko'ryapman xolos-ku. Bugun jo'nab ketaman desam. Axir endi kelding-ku bolam. Harbiy xizmatni Brest qal'asida davom ettiradigan bo'ldim. Bugun polkka borishim kerak. Hali ro'yxatlarda ham yo'q. Shu ro'yxatlar ketsin. Mayli. Qayerda bo'lsang ham omon bo'l bolam. Aytgancha, Matveyni xola ko'rmaydi. Matvey. Bechora qishga ham bormadi. Eslasam, yuragim ezilib ketadi bolam. Mana bu yerda nima bor? Hoy, Vera, narsalarimni yoyma. Bilasan-ku, bugun jo'nab ketaman. Faqat kiyib ko'rdim, shunga urmoqchimisan? Qaytar, Vera, qaytar. Bugun jo'nab ketishim kerak, Vera. Valya! Yaxshimisan? Keling. Akam harbiy xizmatdan keldilar. Salom. 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 Valya! Bugun yangi kiyimni kiyib keldim. Yara, bu nima deganing? Boring ham boshqacha. Yara. Kartoshka
Hoy, Vera, kiyimimni qaytar. Bilasan-ku bugun jo'nab ketaman. Shu qiz bu katta bo'lganda shu Vera hech o'zgarmadi. Kel, o'tir. Siz yo'q. Verani hazillariga ko'nikib qolganman. Vera seni juda ham sog'indim. Men ham uni sog'indim. Moskvada ozroq qolishning iloji yo'qmi? Yo'q. Verachko'chi. Berish uchun ham yo'q. Hali ro'yxatda yo'qman. Bugun borib ro'yxatdan o'tishim kerak. Shunaqa debman. O'zgarib ketibsan. Sen ham Kartoshkani qarang, o'zgarmasdan pishganini-ya. Oling, ma, kiyimingni. Hoy, Vera. Avtobusga bosib chiqaman. Dadam Gitler bizni chegaramizga qo'shin to'playotganda shu gaplar asli. bu gaplarning bari safsata. Asossiz gaplar. Sen aytgan gaplarni men gazetada o'qigan. Dadam urush bo'ladi dedi. Seningcha urush bo'ladimi? Ishonching komilmi? Ishlangan harbiy bo'laklarning ochilishi, chegara yaqinda askarlarning to'planishi. Bu barchasi urushdan dalolat. Bo'l. Sen hech laylaklarni ko'rganmisan? Sen esa Tez orada qaytaman. Bor. Qo'li